Hozirgi kundagi zamonaviy savdolardan biri bu piramida savdosi. Piramida, moliyaviy piramida qanaqa? Eng ko'p savollardan bittasi shu. Bu tarmoqli marketing savdosi. Tepada bitta juda ham katta tadbirkor turadi. U tadbirkorni bilasizlar, qaysi millatga mansub ekanligini. O'sha boshqaradi tepadan turib. Piramida pastga qarab kengayib ketaveradi. Uchi bitta. Tepada o'tirgan bitta shaxs shunday piramidaning tagini ostini hammasini boshqaradi. Nima qiladi? Masalan, oddiy dorivor narsalarni sotadigan bitta tashkilot keladi, sizga aytadiki, mana shu dori-darmonlar mana deydi. Bizdan $300 dori-darmon sotib olasiz deydi. Bizga a'zo bo'lasiz deydi. Keyin siz bitta tarmoq paydo qilasiz. Bitta klient olib kelsangiz o'ziga qo'shib, sizga paloncha chiqarib beramiz. Ikkita klient olib kelsangiz paloncha chiqaramiz. 3 ta olib kelsangiz paloncha chiqaramiz. Agar 10 ta olib kelsangiz-chi, o'z-o'zidan sizga $500 maosh chiqarib beraveramiz deydi. Bu piramida shaklidagi tarmoqli marketing. Buni nimasi harom? Birinchidan bu yerda savdo moli asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad o'sha tashkilotga sizni a'zo qilib olish. Ikkinchisi, savdo moli emas, balki a'zolarni ko'paytirib, quyi tabaqadagi, ya'ni 10 ta odamni olib kelgan pulidan yuqori tabaqa, siz 10 ta odamning ustida turibsiz. Sizga foyda chiqarib berish. Endi tasavvur qiling. 10 ta odamni olib kelsangiz sizga $500 chiqarib beryapti. 10 ta odam olib kelganligingiz uchun sizga $500 chiqarib beryapti. Mayli $100 chiqarib bersin. 10 ta odam olib keldi, $100 chiqarib beryapti. Sizga o'xshagan 10 ta odamni olib kelgan bu yerda necha mingta ekan? 500 mingta odam bo'lsa shuning ustida 500 mingdan tepasida turgan piramidani boshqarib turgan odam necha million foyda ko'radi? Nima evaziga foyda ko'ryapti u? Siz bilan bizga o'xshagan laqmalarni pulimizni shunday olib borib topshirishimiz evaziga foyda ko'ryapti. Bu yerda hech qanday savdo moli yo'q. U berayotgan dorisi yoki berayotgan kosmetika jihozlari va hokazo narsalari nomiga xolos u. Nima uchun bunaqa qilib qo'ydi? Avval bu narsa yo'q edi. To'g'ridan to'g'ri pul muomalasi ketar edi. Islom ulamolari, dinimiz ulamolari buni harom ekanligini qayta ta'kidlaganlaridan keyin bular nima qildi? Ikkinchi hiylani o'ylab topdiki, bitta savdo molini qo'yib qo'ydi o'rtaga. Endi kelib so'rashyapti, qora aka bu yerda biz savdo moli bor. Bu halol, bunda palonchi fatvo bergan, pistonchi fatvo bergan. Qayerdagi bir chet eldagi bir so'qmoq yo'lda qochib yurgan bitta odamni fatvosini olib oladida, bu halol ekan deb musulmonlar boshini aylantirib, bitta men bo'lsam 10 ta musulmonni aldayapman-da, jamlab beryapman uni qo'liga. Burnidan juganni o'tkazib, uni qo'liga tutqazib qo'yyapman-da, ana 10 ta odam musulmon birodarimni to'layotgan pulini evaziga men foyda ko'ryapman. Endi uni 10 ta odam yana 10 ta olib kelsa, 100 taga aylanadimi? 100 ta odamning evaziga yana foyda ko'raveraman men. Endi 100 tadan olishni boshlayman. Qarabsizki, 100 ta odam meni tarmog'imda kengaysa, men naqd $1000 yoki $10,000 olishimga to'g'ri keladi. Endi tepadagi odam necha million foyda ko'ryapti. Shuni azizlar aldanib qolmaylik. Har qanaqasiga mol qo'ysa ham tarmoqli savdo marketing turlari mutlaq harom. Chunki savdoga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda ribo bor. Firibgarlik bor. Aldam quldamlik bor. Falonchi fatvo berdi desa ham aldanib qolmanglar. Chunki falonchi nomidan fatvo oladiganlar ko'p. U odam uni bilmagan ham, eshitmagan ham bo'lishi mumkin. Lekin o'sha nomidan fatvo bor deb gapirib yuraveradi.